bilir o. Hocam aşık kız diye çağırıyor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, e'tiborlar rahmat. Mana olsa biza men kartıma deb platin deyir. erta Men tongdan ona problem berdim. Katillik metroga yetib keldik yurtdoshlarimiz bilan. Grandisga Ona kirdi göre başa turib. düşünüyorum 25 mizat pul lazım dayı. Kızın dediği varyanttan. Akalarimiz. Assalomu alaykum. Akalar qanday kelyapsizlar? Rahmat ketyapsiz. Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Bo'lmayapti, qiyinchiliklar yaxshi. Ko'ngildagidek ish qilib. Ko'ngildagidek. Uyqular zo'r bo'ldimi? Uyqular ham zo'r bo'ldi hammasi. Yo'lda Gardash. uftaldik. Qandaysiz? Saharlik hammasi yaxshi bo'ldi. brat. Geldik sattık Moskva'ya. Hammasi normalniy bo'ldimi reyslar? Normal конечно. Abi akamiz, aka qanday bo'ldi reys? Yaxshi, Xudoga shukr, yomon emas. Allohga shukr, yaxshi kelyapmiz mana. Keldik ham o'sha. Mana borib qaytib keldik inshaalloh. Xohlasa. Hammasi joy-joyiga. Akalarimiz mana orqaga ham bitta akamiz bor. Raza uxlab kelyapti. Spalniga uxlab kelyapti. Yaxshi bo'ldimi aka reyslar? Xursandmisiz? Davolanmasiz? Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Mana do'stlar, akalarimiz bilan reyslarda juda chiroyli Xudo xolasa borib qaytib keldik. Har doimgidek mana metro katelnikiga tushirib bajarlarimizni kitobi ko'rsatganimiz maqsadimiz o'rtaga yolg'onchilik bo'lmaydi. Va'da qilinmaydi. Shuni vnimatilda e'tibor berasizlar degan umiddamiz do'stlar. Uydan olamiz, metro katelnikiga olib kelib turib tushib ketamiz. Hamma passajirlari har doim boshidan shunday bo'lgan, oxirigacha ham inshaalloh shunday. Xudo xolasa balki planlar o'zgarib katta bola bo'lsak balki tarqatarmiz inshaalloh, ko'ramiz. Unda do'stlar, keyingi videolar ko'rishguncha deb qolamiz. Mana cheslolarimizni ham bir ko'rsatib o'tamiz, qaysi vaqt qachon kirib kelganimizni. 9:17, 11-chesloga kirib keldik. Yaxshi kunlar ko'rishguncha do'stlar.